من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Somkamni nemish qaqtursan? Nemiz davatsan? Hech nima. Fatima, qin degina, somkamdan nima olding? Ishongin, men bir narsa olmadim. Mendan so'ramay somkamni aqtiribsan. Bundaq qilsang yomon bo'ladi. Mening boshqa niyatim yo'q. Bu qilganingning xato ish ekanligini bilmamsan? Sen dedim-ku, mening boshqa niyatim yo'q deb. Amsi nima uchun somkamni aqtirding? Boshqa maqsadim yo'q edi. Amsi bu ishni bovamga aytaman. Bovam bir gap qilsin. Ali, to'xta. Men Bova? 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 Bova, san gapim bor edi. Nima gap edi bolam? Qani aytqini. Muhim bir ish bor edi. Qani aytavergin. Aytavergin bolam. Fatima mendan so'ramayla somkamni aqtirdi. Sendan so'ramay somkamni aqtirdimi? Ha, bova. Nemishqi sendan so'ramadi? Musulmonlar boshqalarning shaxsiy narsasiga egisining ruxsatisiz chaqilmaydi. Ajiba, senlar buni bilmamdikina? La havla va la quvvata illa billahil azim. Fatima, Fatima. mana men bova. Aqandan so'ramay uning somkasini aqtiribsan qizim. Nemishqi unda qilganligingni aytib bera olamsan? Tunega menga bergan daftarni sumkasiga sepib qo'yay degan edim shu. Shundaqdimi sen to'g'ri qilmabsan qizim. Aqandan so'ramay uning shaxsiy narsasini ichibsan emasmi? Bu qilganing boshqalarga qilingan hurmatsizlik bo'ladi. Bu boshqalarning shaxsiy narsalarni maxfiy aqtirish hisoblanadi qizim. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom mundaq degan: "Gumonxo'rlikdan saqlaninglar. Gumonxo'rlik so'zlarining eng yolg'oni hisoblanadi. Kishilarning aybini aqtirmanglar, teng-tenglab yurmanglar, nafsoniyatchilik qilmanglar, hasad qilishmanglar, adovat qilishmanglar, may tatib yurmanglar." Men faqat daftarni sumkasiga selib qo'yay degan edim. Boshqa maqsadim yo'q edi bova. Sana ishinaman qizim. Sen yolg'on gap qilmaysan, ammo ichishdan avval cho'qim aqangdan so'rashing kerak edi. Mushundaq kichik odatdagi ishlardimi ruxsatini olishim kerakmi? Albatta qizim. Agar boshqalarning ruxsatisiz ularning shaxsiy narsalarini aqtirgan chig'imizda, balkim u narsalar ichida shu kishining maxfiy narsalari yoki boshqalar bilib qolsa bo'lmaydigan maxfiyatlik bo'lishi mumkin. Shunga egisidan ruxsat so'rashimiz lozim. Deganlarimni tushundingmi qizim? Bu ishdan bunchalik muhimligini o'ylamabdikanman bova. Bundan keyin diqqat qilasan qizim. Sendan apu so'rayman aka. Apu so'rashning hojati yo'q. Bu ish orqali har ikkimiz nurg'un narsalarni bilib oldik. Bova, endi bizga payg'ambarimizning hayoti haqida so'zlab bering. Oxirini bilishga qiziqatamsan o'g'lim. Ha, bova, Qurayshning musulmon bo'lgan yoki bo'lmaganligini bakli bilgin ba? Yo'q o'g'lim. Quraysh payg'ambarimiz va musulmonlarga qarshi yangi suiqasd planladi. Oxirida ular musulmonlar bilan butunlay aloqa qilmaslik niyatiga keldi.
Ey Quraysh xalqi, Muhammad dinimizga qarshi chiqib, ajdodlarimizga haqorat qilyapti. E'tiqodimizni ko'zga ilmayapti. Cho'qinayotgan butlarimizga hurmatsizlik qilyapti. Buni oz ko'rgandek yana xizmatchi, qul cho'rlarimiz, bolalarimiz, do'st birodarlarimizni bizdan yiroqlashtirib, ular bilan bo'lgan munosabatimizni buzishga urinyapti. Shuning uchun Muhammad va agashkuchlarga embargo yurgizishni qaror qildik. Buningdan keyin bizning Muhammad va Hoshim jamoati bilan bo'lgan munosabatimiz butunlay uziladi. Ular bilan o'zaro savdo-sotiq qilinmaydi. Ularni uyga chaqirishga, ularga yemak-ichmak, hadiya berishga bo'lmaydi. Ular bilan o'zaro qudubaji bo'lishga ruxsat qilinmaydi. Agar Muhammad bilan aloqasini uzmaganlar bayqalsa, ular bilan billa Makkadan qo'g'lab chiqarilib, taqqa bog'lanadi. Bu qarornomani barliq qabila urug'lar qabul qildi. Qarornoma Kabe'ga isiladi. Shuning bilan bu qarornomaga asosan musulmonlarga qarshi cheklamalar ijro qilinishga boshladi. Quraysh Hoshim jamoati bilan munosabatini uzdi. Hoshim jamoatining musulmon bo'lmagan a'zolari bu qarornomaga asosan taqqa bog'landi. Chunki Hoshim jamoati Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomni ularga topshirib berishni rad qilib, Qurayshning zulmiga qarshi turib, payg'ambarimizga yordam bergan edi. Bu kunlar intayin mushaqqat ichida o'tdi. Lekin payg'ambarimiz va sahobalar bu javri jafoga chidab, bir-biriga yor yulakda bo'lib, savrchanlik bilan turmushini davomlashtirdi. Oxiri Qurayshning matvarlaridan bir necha kishi bu nohaq qarorni bekor qilishni talab qildi. Ey Hisham, ey Zuhayr, ishqinglar nima qilmoqchisizlar? Bu qarornomani yirtib tashlab bekor qilmoqchimiz. Bu eng cho'ng haqchilik. Bu qarornomani esilgan yerdan Ishkining Muhammadning jamoatidan bo'lmasang, senlarning bu ish bilan nima chatiqing? Sizlar bilan to'qinishlarimiz yo'q. Xotirjam yeb ichayotgan bilan o'z qavmimizdan bo'lgan bir qism kishilar tag'da ocharchilikdan o'lib ketyapti. Ajiba sizlar buniga qarab turamsizlar? Kabe'ga esilgan bu qarornomani Makkadagi esilzodi mo'tavarlari imzolagan qarornomaga chiqilishga hadding emas, qaytib ketish. Sana gap qilgan bekor. Qani kelinglar. Qaytib ketishda o'tman. Mo'jiza talab qilayotgan edinglar. Mana mo'jiz degan ko'z oldinglarda turibdi. Qarornomani qurut yeb ketibdi. Hay Makkaning esilzodlari, kichikgina qurut sizlarni yangdi, g'ururinglarni yerga urdi. Shuncha kuch qudratinglar, plan suiqastinglar, zolimliqinglar bilan Muhammadni yengolmadinglar. Mana isbot. Qaranglar, faqat birli so'z saqqapti. U so'z bismillahumma. Muhammad seni sehrlab qo'yibdi. Meni sehrlagan Muhammad emas, u ilib kelgan haqiqatlar. Muhammad burundullah hammamiz e'tirof qiladigan ishonchlik, durust kishi edi. Sizlarmi yaxshi bilasizlar, uning hech kimga yomonlik tegmadi. Mushundaq rostchil kishiga ishonmay, yana kimga ishonamiz? Hay esilzodlar, endi boshqa tanlashinglar qolmadi. Zamon va baloyi ofatlar sizlarni yo'q qilib yetadi. Mushundoq kulpatli kunlarning birida, ya'ni payg'ambarlikning 10-yili Muhammad alayhissalomning tog'isi Abu Talib kasal bo'lib yetib qoldi va iymon etmay turibla qazo qildi. Bir necha haftadan keyin payg'ambarimizning ayoli Xadicha onamiz vafot bo'ldi. Qayg'uli musibatlar kayni-kayindan keldi. Bu sababdan musulmonlar bu yilni qayg'u yili deb atadi. Bu vaqtda payg'ambarimizning Makkada tayindigan biror yaqini qolmagan edi. Oxiri payg'ambarimiz ona yurtini tashlab boshqa bir joyga ko'chib ketish qaroriga keldi. Chunki u bu shahardagi eng yaxshi ko'radigan ikki yaqinidan ayrilib qolgan edi. Quraysh uning ko'chishiga qarshi chiqdi.
Payg'ambar alayhissalom Qurayshdan kelayotgan xo'rliqlarni ko'rib, yordam talab qilish va insonlarni islomga da'vat qilish niyatida Toifdagi Saqif qabilasiga chiqmoqchi bo'ldi. Yeniga Zayd ibn Harisni ilib oldi. Payg'ambarimiz ularni dinga da'vat qilishga uringanda, o'ylamagan yerdan ular tarafidan Qurayshdan qattiqroq qarshilikka uchradi. Ular bir qism nodon kishilar va bolalarni Rasulullohning yo'lini to'sib, tosh etishga kuch ko'rdi. Payg'ambarlikning 10-yili. Mana yerdan ket. Bu yerdan ket. Darhol yo'q qilish. Mana. Payg'ambarimiz buninglik bilan tayanchsiz qolmadi. Bu vaqtda bu nodon kishilarning qilmishiga qarshi chiqqan toifliklar payg'ambarimizga yordam qildi. Xush keldingiz. Ismim Addas. Bu o'zimni birodaringga bergin. Bek charchab ketgandek qiladi. Payg'ambarimiz qo'lini qochiga uzatib, "Bismillah" dedi. Bismillahmi? Bu yurtning xalqi mundaq so'zlarni demaydi. Men zodi anglab baxmagan. Payg'ambarimiz Addosdan, "Sen qaysi yurtdan? Dining nima?" deb so'radi. Men xristian dinida, Ninevey degan yerdan. Payg'ambarimiz, "Demak sen yaxshi odam Yunus ibn Mattaning shahridan chiqansan" dedi. Sen Yunus ibn Mattani nereden bilasan? Payg'ambarimiz, "Yunus qarindishim payg'ambar edi. Menmu payg'ambar" dedi. Mundaq degan, sen payg'ambar ekansan-da? Bu vaqtda payg'ambarimiz Alloh taologa yolvorib, sabr va yordam talab qilib o'qildigan mono duoni qildi. Ey Rabbim, sen ojizlarning Rabbidursan va mening Rabbimdursan. Mehr shafqat qilg'uchisan. İnsanlar oldidagi kuchimning ojizligini va amalsizligimni iqror qilaman. Payg'ambarimiz bu ishlardan keyin Makka ga qaytishni qaror qildi. Payg'ambarlikning 10-yili Makka ga qaytib kelib, Makka ga haj qilish uchun kelgan arab qabilalarini dinga da'vat qilishga boshladi. Bu ahvol 1 yil davomlashdi. Payg'ambarlikning 11-yili Yasriblik bir turkum kishilar bilan ko'rishdi. Ular islom da'vatini qabul qilib musulmon bo'ldi. Bu yoshlarning islomiyatni Yasribga tarqitishi bilan yangi chiqish yo'li ochildi. Bu eshikning ochilishi bir xush bishorat edi. Bu vaqtda ko'p yil jafo mushaqqatga bardoshlik berib, zolimlarning azor kulpatlariga sabr qilganligi uchun payg'ambarimizni mukofotlagandekla Isro va Miroj voqeasi yuz berdi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. İnnehu huves semi'ul basir. Payg'ambar alayhissalomning Makkadagi Masjidi Haramdan Quddusdagi Masjidi Aqsoga ilib berilishi Isro deb ataladi. Miroj payg'ambarimizning Masjidi Aqsodan osmonga, ya'ni ma'naviy olamga chiqarilishidir. Bu ishlar faqat bir kecha ichida yuz bergan. Payg'ambarimiz Isro va Mirojni Buroq ismli uloqqa minib, Jibroil alayhissalomning amroligida elib borgan. Buroq haqida payg'ambar alayhissalom eshakdan kichikroq, kolidan cho'ngroq uloq edi. Surati bak tez edi degan. Payg'ambarimiz Isro va Mirojning nihoyatda qisqa bir vaqt ichida yuz berganligini aytgan. Albuki bu davrdagi sharoitda Makkadan Masjidi Aqsoga berish uchun 1 oy ketadi. Payg'ambarimiz Mirojda boshqa payg'ambar va elchilar bilan ko'rishdi. Keyin Jibroil alayhissalom payg'ambarimizni osmonga ilib chiqdi. U yerda Alloh ko'rsatgan nurg'un mo'jizalarni ko'rdi. Bu kecha 5 vaqt namoz farz qilindi. Oxirida Jibroil alayhissalom payg'ambarimizni zaminga qaytirib akirib qo'ydi. Namoz sham bo'lib qopti bolarim. Uyga kirib birga namoz o'qiyli. Payg'ambar alayhissalomning hayoti haqidagi voqealikning davomini kelar qatim so'zlab beray. U chaqcha sizlar topshirig'inglarni ishlab tugatinglar.